Ha, o'sha dinozavr davridagi yashil pasportmanda haliyam bor. Shuni so'rab o'tib qopti. Endi sizlar bilan birgalikda pasportga, ya'ni ID kartaga rasmga tushgani birgalikda tayyorlanamiz. Bunaqa joylarda odam ko'p bo'ladi, ochert ko'p bo'lsa kerak deb kecha soat 3 da uxlab, ertalab tong sahardan turib olganman. To'yga ketganda unaqa bo'rtirib makiyaj qilmayman, yo'qligina har kunlik kundalik makiyajdagi mekapimda qilib oldim qizlarjon. Mana shu turishimga sevgim boshqacha, juda ham yaxshi ko'raman. Oldida onasi yo'qolib qolsa darrovgina turib oladigan qizim, hatto tualetga ham borsam birdaniga rezki turib oladi. Nimaga bilmayman. Pechenya bilan aldab qo'ydim, qorni och qolib qolgan ekan. Birinchi zavtriklarimni qilib olay dedim. Shunaqa ko'rinishda omlet qilib oldim. Ertalabdan shunaqangi ice kofe ichaman. Issiq kofe ketmaydi. Nonushtalarimizni qilib oldik, zavtriklarimizani. Tezgina chiroyli ko'ylakchalarimni kiyib, SPF ga surtish esimga chiqib ketibdi qizlarjonlar. Va menga Round Lab'da mana shu spreyli SPF gasi yordam beradi. Mana shuni yaxshilab qo'llarimga, badanlarimga, hamma joyimga ishlatdim. Juda ham zo'r SPF ga surtish esingizdan chiqib qolsa, mana shu Round Lab'da spreyli SPF gasini ishlatsanglar bo'ladi. Menda sotuvda bor. Qizimda har doimgi qilig'i zakolka boshida turmaydi umuman. Qizimga mana shunaqangi detskiy SPF gasini surtib oldim. Bundan ham sotuvda bor. SPF ga surtmasam yuzdan har xil issiqliklar chiqib ketib qolishi mumkin. Va biza yo'l oldik pasportning stolga. Vaqtli kelsagan baribir 30-ochert bo'ldik. Ochertlarimizni kutib, pasportga zayavka tashab keldik. Uyga ham bir amalab yetib oldim. Bittasiga mana shunaqa dastavkalarim bor edi. Dastavkaga chiqib ketdim. Yengilgina kiyimlarimni kiyib, SPF gamni yana yangilab oldim. Qaranglar, SPF ga juda ham zo'r ekan. Yuzinglarni shunaqangi muzlatib, chotki turib beradi. Quyoshdan yuzinglar kuyib ketmaydi, dog' orttirib olmaysizlar. Sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, zakaz qilsanglar bo'ladi. Mana bir kunlik vlogim tugadi. Hammaga xayr.